Madinada xurmo daraxt ektirmoqchi bo'lganlar, qattiqroq gapiraman, xafa bo'lmanglar. Ko'pchilik menga xurmo daraxt ektirib bering deb so'rashadi. Men ulardan so'rayman. O'zi xurmo daraxt ektirishingizdan maqsad nima desam, otam tug'ilgan kunlarga padarak qilmoqchiman, unga padarka qilmoqchiman deyshadi. O'zi maqsad nima? O'sha bir parcha qog'ozni padarka qilishmi yoki undan kelib turadigan ajr umidimi? Agar yetimlardan tarqatilar ekan, xurmo yetimlarga berilar ekan, shundan umid qilamiz deb gapirayotgan bo'lsanglar, o'zingizlarni yetimlaringizga kim rahm shafqat qiladi? Kim ularni o'ylaydi? O'zingizlarni yetiminglar bo'lib turib, boshqa bir davlatni, boy bo'lgan davlatni o'zini o'zi bemalol boqib oladigan davlatning yetimlarini o'ylash qanchalik to'g'ri? Xo'p, mayli, men faqat Makka va Madinaga ehson qilaman, bo'lmasa ehson qilmayman deb turgan bo'lsanglar, shu yerda qancha qorako'z o'zbeklarimiz o'qiyotgan bolalar bor. Jamiyada o'qiyotgan bolalar bor. O'shalarchi oylab go'sht yemaydi, xurmo yeb yashaydi. Ular nima qilsin? O'qisinmi yo ishlasinmi yo yashasinmi? O'shalarga yordam qilinglar, o'shalarga beringlar o'sha xurmoni pulini. O'shalar o'qisin, o'qib, o'rganib, kimgadir o'rgatsa, uni orqasidan keladigan ajr 70 yil emas, 7000 yilgacha borishi mumkin-ku. Xo'p, mayli, undan tashqari bu yerda o'zida Madinada yashaydigan qancha beva ayollar bor. Yaqinda bitta ayol haqida gapirdim. 4 ta farzandi bilan Madina-i Munavvarada shirinlik stakanchik sotib, o'shani kun ko'rib yashayapti. Kelinglar mana shu Ramazonda. Belinglarni mahkam tutinglar, oson narsaga yugurmanglar. Sal bo'lsa ham harakat qilinglar. Ajrida ketiga sal tushinglar. Kimga bersam ekan, kimga beray ekan degan narsani o'ylanglar. Men beraman o'sha ayolning farzandini kontaktini. Olinglar o'shandan shirinlik. Tarqatinglar haramda. Ham unga yordam qilgan bo'lasizlar, ham haramda ehson qilgan bo'lasizlar. O'zingizlarnikidan, o'zliginglarni o'zbeklardan haqlirog'i yo'q ehson qilishinglar. O'sha xurmo daraxtini ektirib olsalarda, sertifikatni olgandan keyin u xurmo daraxt meva berib hosilini tarqatilyaptimi yoki sizlarga vositachi bo'lgan odam shu narsani qarab turibdimi, uni ham bilmaysizlar. Vositachiga ham ko'pchiligiga qiziq emas. Hammasi demayman, ko'pchiligiga o'sha bu narsa qiziq emas. Shu uchun mana oldimizdagi Ramazonda imkon qadar oson narsaga emas, ajrli bir mahkam bo'lib, joy-joyiga, to'chka-to'chkasiga urishga harakat qilinglar. Inshaalloh foydali bo'lsa, xursand bo'lamiz.